Qancha qalin armatura olsangiz, uyingiz shunchalik mustahkam bo'ladi deb o'ylayapsizmi? Lekin bu aksincha bo'lishi ham mumkin. Hozir tushuntiraman. Birinchidan, armatura qalinligini sizni loyihangiz belgilaydi. Og'zaki gap emas. Poydevorga bir xil, devorga boshqa, ustunga uchinchi xil armatura kerak bo'ladi. Loyihaga nima yozilgan bo'lsa, o'shani olasiz. Ortiqcha yo'g'onini olsangiz, pulingizni shamolga sovurasiz. Kuchayib qolmaydi, faqat qimmatga tushadi. Ikkinchidan, eng muhimi qalinligi emas, sifat hisoblanadi. Sifatsiz armatura zanglagan, ichi bo'sh, noto'g'ri eritilgan bo'lsa, zaifroq bo'ladi. Mustahkamlik metalning sifatida, to'g'ri sinfida A400 yoki A500 va to'g'ridan to'g'ri loyihaga mosligida. Uchinchidan, armatura betonga to'g'ri yopishishi kerak. Agar ortiqcha yo'g'on armaturani noto'g'ri joylashtirsangiz, beton bilan bog'lanishi yomonlashadi. Ya'ni yo'g'onlik o'zi kafolat bermaydi. Demak, qalinlik kuchli degani emas. To'g'ri qalinlik, sifatli metal, to'g'ri o'rnatish, mana shu uchtasi kuch beradi. Biz Metal City'da faqat sertifikatli, sifati tekshirilgan armaturalarni sotamiz va qanday qalinlik kerakligini bepulga maslahat beramiz.